biz sizning go'zal tanangizga sayohat qilamiz. Men og'iz orqali kirdim va har doim bir xil gapni takrorlaydigan tilga yuzlanaman. Siz haliyam o'sha achchiq va issiqsiz. Lekin sizga shundayligingiz yoqadi menga. Biz birozdan keyin davom ettiramiz. Keyin tishlarga o'chmaydigan bo'yoqlar bilan san'at asarini tushiramiz. To'g'risini aytsam, men oq rangini umuman yoqtirmayman. Mana hazm qilish tizimiga tushdim. Keyin qonga o'taman va men bosh miyaga boraman. U yerda adinazin mumtoz musiqani qo'yib olib, Tolstoyning urush va tinchlik asari bilan miyani zeriktirib o'tirgan bo'ladi. Baxtli bo'lish uchun chinakamiga baxtga ishonish kerak. Obbo, men uchun bu fojianing o'zginasi. Ey, adinazin, tezroq bo'l. Ana bu yerda mitoxondriyalarda fosfatlar bir-bir bilan urushib yotibdi. Bor tezroq. Yo, xudo, chopdimman. Har doim ish beradi bu hiyla. Ey, miya, qani jigarlarni yozamizmi? Keyin men do'stlarim adrenalin va dopaminni chaqiraman. Ana endi tanspolni yondiramiz. Qo'ying qara, xafif qani. O'sha har doimgidek ziyofatni qizdirib qo'yib, keyin o'zi ketib qoladi. Bu degani demak vaqtimiz oz qoldi. Men esa 3 marta CD qopida sakramasdan keta olmayman. Bu kofe meni aqldan ozdiradi. Ichimni suyuqlikka tezda to'ldiradi-da va tezda bo'shatib ham qo'yadi. Nihoyat meni kunim bitdi. Hammani kayfiyatini ko'tarib qo'yib, o'zim pastga tushishim kerak. Men ketaman, lekin ta'sirim hali saqlanib qoladi. Yo'g'on ichak uchun kichkina sovg'a joylashtirib qo'ydim. Yo xudo, miyajon, bizga hojatxona kerak. Zudlik bilan jigarrang kod nomer 2. Qaytaraman, jigarrang kod nomer 2. Miya? Avvalambor o'zingga shu, zero sen har narsaga qodirsan. Uxlab qoldingmi? Xo'sh, nima ham qilardik? Alvido, oppoqina choyshablar.